Zahiriddin Muhammad Bobur o'zbek mumtoz adabiyotimizga ulkan hissa qo'shgan beqiyos so'z zargari. Shu kunlarda shoir ijodi va uning nazmiy Gulshan saroyini o'rganish borasida qator ma'rifiy tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Hozirgi lavhamiz poytaxtimizdagi Cho'lpon kutubxonasidan tayyorlangan. Mamlakatimizda salohiyatli yoshlar soni tobora oshib bormoqda. Ular erishayotgan yutuqlar, qozongan muvaffaqiyatlar nafaqat yurtimizda, jahon miqyosida ham e'tirof etilayotgani bor gap. Olmazor tumani Cho'lpon nomli kutubxonada Bobur Mirzo bayoti deb nomlangan tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda o'quvchi yoshlar iste'dodli shoir Mirzabek Sherbekov bilan uchrashib, mohir sarkarda shoh va shoir haqidagi fikrlarini tinglashdi. Shoirning Bobur bobomizga atab yozgan she'rlari yangradi. Xullas, ma'rifiy anjuman chinakamiga she'riyat kechasiga aylandi. Kitob bilim bulog'i. Bu buloqdan bahramand bo'lmagan inson turli xil tubanliklarga yuz tutishi, johillikka qo'l urishi mumkin. Qaysi jamiyatda agar kitobxonlik keng targ'ib qilingan bo'lsa, u jamiyatda ziyoli insonlar ko'payadi. Ziyoli insonlar bor yurtda esa o'z-o'zidan milliy qadriyatlar, bashariyatlar, milliy urf-odatlarimiz, bashariy qadriyatlarimiz yanada ommalashadi va umrboqiy yashab qoladi. Bugungi tadbirda ishtirok etgan bolajonlarimiz ham o'zlariga kerakli bo'lgan xulosalarni chiqarib olishadi degan umiddamiz va ulardan umidimiz katta. Ma'naviy targ'ibotchi, mohir jurnalist, shoir Mirzabek Sherbekov shu kuni kitobxonlarga o'zining yangi chop etilgan kitoblari, Bobur g'azallariga bag'ishlab yozgan muhammaslarini muxlislar e'tiboriga havola etdi. Eng faol kitobxonlar Bobur ijodiga oid tashkillashtirilgan viktorina savollarining g'oliblari Bekobodlik shoirning yangi chop etilgan she'riy to'plamlari bilan taqdirlandi.